Hop, assalomu alaykum. Bugun biza Telegramda xabarda so'rovnoma qilib yuborishni ko'rib chiqamiz. Telegramga kirib olamiz. Telegramga kirganimizda mana bu bunda bosganimizda bu yerda shular chiqib keladi va biza oпрос tanlab olamiz. Oпрос bosganimizda bu yerga savolimizni yozamiz, masalan, so'rovnoma yuborish uchun deylik. Ha, bu yerda yo'q. Va buni настройкасida anonim голосование o'chirib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Sozdать bosamiz. Mana so'rovnoma bo'lib ketdi bu. Endi bitta bosganimizda mana bu yerda bitta вопрос bo'ldi. Natijasi bitta голосование bo'ldi va mana kim bosgani bu yerda chiqib turadi. Настройкада qolganlarini ham ko'rib chiqamiz. Anonim голосованияni yoqamiz va sozdать. Va buni bosganimizda mana ketdi va bosamiz. Va bu yerda necha kishi xabar голосовой ovoz bildirganini ko'rsatib turadi bu yerda. Endi qolganlarini ham ko'rib chiqadigan bo'lsak. Выбор нескольких ответов. Buni bosamiz. Buni o'chirib qo'ysak bo'ladi. U bir nechta javob bossa bo'ladi bunda. Sozdать bosamiz. Ham buni bossak ham bo'ladi. Bosamiz 50-50 bo'ladi. 100%. Ham bunda kim ovoz bergani ham ko'rinadi. Endi oпрос rejim Viktoriyani bosadigan bo'lsak, o'tadi. Ana endi bu yerdan to'g'ri javob belgilashimiz kerak bo'ladi. Ertaga dars yo'q, shuning uchun yo'q deb belgilab qo'yamiz. Sozdать bosganimizda mana bu yerdan yo'q javobni belgilaymiz va mana shu tarzda chiqib keladi. Endi hammasini o'qib ko'ramiz. Tak. Biza ko'radiganimiz shular ekan. Xayr, sog' salomat bo'ling.